Bugun mana stikla blok haqida bo'ladi. Ozgina qisqagina video qilaman stikla blok haqida. YouTube qaradim, o'zbek tilida ma'lumot ham. Shuning hisobiga nimalarga e'tibor berish kerak? Stikla blok terayotgan paytda nimalarga e'tibor berish kerak? Bilasiz, bu eskidan qadimiydan bor, ya'ni Sovet davridan bor edi. Mana hozirgi kunda ommalashib boryapti. Bu juda ham qulay, ya'ni hozirgi kunda, ya'ni bo'linmalarga va ayniqsa suv tegadigan joylarga, aynan mana shu joy vannaxonaga suv buyoqqa o'tmasligi uchun qilyapman. Ya'ni dushovoydan suv sachramasligi uchun qilyapti. Buni yaxshi tomoni yorug'lik o'tkazadi o'zidan. Ya'ni qorong'i qilib qo'ymaydi bu tomonni. Ya'ni yorug'lik o'tadi bundan. Shu tomoni hisobiga juda yaxshi. Keyin buni hozir zallarga, ya'ni interyerda, ya'ni minimalizm qilish yo'lida zallarga ham buni qilyapmiz. Ko'pchilik ishlatilyapti bu. Juda xavfsizlik tomonlari hozir gapirib o'tsam, ko'plar shishada bu, endi shisha bo'lganligi uchun ya'ni stikla blok deyiladi. Xavfsizlik tomoniga o'chashiga bu sinsa xavflimi deydi. Yo'q, buni shunday narsaki, shunday tayyorlanganki, ichida pol, ya'ni yarim vakuum qilingan. Umuman vakuum qilinmagan, bizda ozgina vakuum qilingan. Nimaga? Mabodo zarba singan paytda shisha tashqariga emas, ichkariga tortish uchun ozgina vakuum qilingan. Singan taqdirda ham havo shisha ichkariga tortiladi. Keyin bu singanda ham oddiy o'ynaga o'xshab sinmaydi. Ya'ni bu maydalanib bunaqa qilib ketmaydi. Ya'ni odamni kesadigan darajada sinmaydi bu. Oddiy o'ynada sinmaydi bu. Buning terishda nimalarga e'tibor berish kerak? Terishda albatta buni o'zini murakkabligi bor. Sababi ko'ryapsiz, o'zini killigi bor. Teshib orqaga o'tish kerak. Albatta hozir 3 qator teryapman. Teshib devorga albatta kiritish kerak bo'ladi. Ya'ni simlardan kirsa, purut kirsa, orqalardan tiqib ichkariga kiritish kerak bo'ladi. Simlardan keyin ko'pchilikda buni o'zini katta joylar bo'ladi-ku, katta joylarga buni armaturlar chiqsa bo'ladi. O'zini hozircha armaturlar bor-ku. Yengil armaturlar, shulardan qilsa ham bo'ladi. Keyin yo'mingiz kattaroq bo'ladigan joy bo'lsa, kamida 5 milli ochishingiz kerak bo'ladi. 5 milli ochiq bo'lish kerak. Sababi bu yer qimirlashi bor, unaqa bo'lishi mumkin shu paytda. Albatta 5 mm bu zapas. O'zini krestlari bor, katta ob'yemli bo'lgan spesial krestlari bor. Men oddiy krestdan 3likdan foydalanyapman. Sababi oddiy krestdan 3likdan foydalanyapman. Kichkina joyim bo'lganligi uchun 3lik krestdan foydalanyapman. Keyin albatta buni yana qaytaraman, sveska yaxshi bo'lish kerak, to'g'ri chiqishi kerak va har bir orqasiga hozir ko'rsataman, qanday bo'lishi kerak, qo'yib ko'rsataman. Har bir tomoniga loy tushishi kerak. Keyin buni loyi ham o'zini loyi bor, ya'ni stikla aralashgan, ya'ni oq basseynlar uchun, aynan stikla blok uchun. Ya'ni buni o'zbekchasiga haliga o'ynali g'isht degan bo'ladi. Unaqada yo'q. Stikla blokka demak o'zini kley bor, oq sement deymiz, sement emas. Shu oq sementdan ishlangan o'zini kley bor. Bu basseynlar uchun, suv o'tkazmasligi uchun albatta uni ishlatiladi. Suv o'tib qolmasligi uchun. Men hozir sizga jarayonni ko'rsataman, qanday qilinishi kerak. Avvalo 7 o'lchab bir kes, o'tog'imizni eski gap. To'g'ri bo'lish kerak. Lazerga, uringa to'g'ri chiqish kerak. Hamma tomonlama graduslar to'g'ri chiqish kerak. 7 o'lchab bir kes. Bir narsa bor, bunda aynan stikla blokda shunday narsa borki, eng bir kulchovoy joyi. Kecha 4 qator terdim. Mumkin emas undan oyog'i terish. Chunki o'zini o'zi ko'tarmay qoladi. Ya'ni loy ichida qotmay qoladi-da, o'zini o'ziga bosim tushadi. Shuning hisobiga 4 qator. Katta joy bo'lsa 3 qator teriladi. Qotirib ishlash kerak. Birdaniga 5-6 qator terish mumkin emas. Bu qilinish kerak. Hozir sizga ko'rsataman. Hamma tomonlama sotilishi kerak loy. Hamma tomonlama loy devorga ham, orqaga ham hamma tomon tiyish kerak. Albatta tekshiruvni doim adashmaslik kerak. Tekshirish kerak doim. 3 qator tersam shu bilan bitgan joyini ham hozir ko'rsataman. 3 qatorga 7 qator terayman hozir. Mana shunday, mana hozir qo'yib davom etiladi. Demak, kattaroq joy bo'layotgan bo'lsa, yana qaytarishim mumkin. Orasi 5 cm dan 5 mm dan kichkina bo'lmasligi kerak. Ya'ni kichkina joy bo'lgani uchun men 3lik krest qo'ydim. Keyin buni bozorga borsangiz, o'zini krestlari ham bor. Spesial chiqarilgan krestlari bor. Endi buni agar savollar tug'ilsa, albatta kommentariyaga yozing. Javob beraman. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosing. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlarda asrang.